Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Navalning Ibrohimning og'inisi Fatih Malijini izlab kelganligi, oldi bilan singlisi bilan ko'rishga yerga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Yaxshimsiz? Naval uyalgan holda qizga salom qildi. U qiz Navalning kiyimlarining raqtini bilmoqchi bo'lgandek, beshidan oyog'icha sapsilib qaragandan keyin so'qoqla. Siz Fatih bilan bir maktabda o'qimsiz? Deb so'radi. Ha, dedi Naval tukurigini yutib etib. Qiz yanala uningga sapsalgan holda so'radi. U uxlayotidi. Uningga deb qo'ydigan biror gapingiz bormidi? Naval sal g'uduqdi, ammo darhol o'zini tutib olib, Uni uyg'otib qo'ysangiz bo'larmi? Uningga deydigan nihoyatda muhim ish bor edi, dedi. U qiz Navalga taajjub bilan tikilib, Fatihni uyg'otdamsiz? Bo'lmaydi. Bu mening jinimni olganlik emasmi? Har qanday ishni qilamanki, Fatihni uyg'otadigan ishni hargiz qilmayman, dedi. Xotirjam bo'ling. Agar uyg'otsangiz u chuqum xafa bo'lmaydi. Bu nihoyatda muhim ish, dedi Naval darholla. Sizga nisbatan muhimda? Naval qizning so'zidagi ma'nini tushundida höpta qizardi. Ko'zlaridan g'azab puchqini chaqnadi. U qizni bir tasdak silib etmay yana deb imkon qadar g'azabini bosdi. Uni uyg'otib qo'yishingiz umid qilaman. Agar u o'rnidan turishni xohlamasa, kelib menga deng. Qiz hayronlik bilan Navalga qarab pisand qilmagandek talaffuzda. Qaraganda bek muhim ishdek turdi. Ta'laylik ekansiz, dedi. Bu gap Navalning achchig'ini o'ltirdi. U yana so'rdi. Uningga sizni kim deyman? Navalning achchig'i yondi. U o'ylab turib. Zeynabdan, dedi. Orqadan bir narsa esiga kelgandek qo'shib qo'ydi. Zeynab Hamdi. Qiz parvo qilmasdan murisini qisib qo'yib chiqib ketdi. Naval yolg'iz qoldi. Boyiqi Hamdi degan ism uning quloq tubida jaranglab turadi. U Ibrohimning familiyasi. U Ibrohimning familiyasini qo'llandi. Bunda qilishga haqqi bormi? Uning ismi kunlarning birida Naval Hamdi bo'larmi? U o'zining behla aldiraqsonlik qilganligini sezib, izo tortib ketdi. Ammo o'z ismining Ibrohimning ismi bilan birikib, bir ism bo'lishini o'ylashi bilanla qalbini sherin bir tuyg'u cho'lg'ib olgandek bo'ldi. U atrofga qarab, yenidagi sofada kerilib o'ltirdi-da, xiyolga patdi. Bir chog'da vazifasi esiga kelib sofaning levigirak surilib, jiddiy qiyofatda tuz o'ltirib xeyli uzun saqladi. Naval zerikib atrofdagi katta uy jihozlariga sapsilishga boshladi. Isil sofalarni, hal berilgan ustal ustidagi qadimiy zamon narsa keraklarini ko'rib, ko'nglida "Tova, Ibrohimning do'stlar ichida mushundaq rohat farog'atda turmush kechirganlari borkina", dedi. U asli ularni taraf-tarafga qatirab yuradigan, rohat turmushga kunalmaydigan, tapanchadan boshqa hech kimsi yo'q jangchilar deb o'ylagan edi. Oyoq tevishi og'linib, vejikkina bir yigit kirib keldi. Uning mang'is so'ngaklari bo'rtib chiqqan, qo'lining ko'k tomirlari ko'rinib qolgan, chochlari salvorab ketgan edi. Yigit kechilik kiyimining ustiga do'xo va xalat kiyib olgan edi. Qizargan ko'zlaridan uyqusiga qonmaganligi chiqib turadi. Fatih Maliji degan mushumudu? Naval uni qovul, kuchlik, barno yigit deb faraz qilgan edi. Ibrohimni qutuldirgan odam kuchlik bo'lish kerak-da. Naval ishonmagandek taajjub bilan tikilgan holda uning bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Yigit bu Navalga o'xshashla hayron edi. Shu asnoda Naval yigitning singlisining kirayotganligini ko'rib qat'iy talaffuzda. "Kechiring, siz bilan ayrim so'zlashsam bo'lamdi?" deb so'radi. U yigitning singlisi anglasin deb ovozini qasdan ko'tarib, "Qiz, qara degan gapingni", degandek murisini qisib qo'ydi-da, burilib chiqib ketdi. Naval yigitga yaqin kelib past ovoz bilan so'radi.
siz Fethi Məlike əpəndimi? Hə, dedi Fethi yanıla hayronlik bilan. Naval uningga xuddi uning guvohnomasini tekshirgan tarzda diqqat bilan sapsilib chiqqandan keyin texmo past ovozda: "Men İbrahim Hamdining yenidan keldim", dedi. Fethi texmo hayron bo'lib, shu an Navalning so'zini bilib "U hozir qayerda?" "Uni sizga aytib berolmayman. Men uning salomatligi qandoq demoqchidim. U hozir nima ish qilyotidi?" dedi yigit apu so'ragandek. Naval zimmisidagi vazifaning haqiqatan og'ir ishkanligini his qilib darholla javob berdi. Uning salomatligi nihoyat yaxshi. Uningga bir qur ofitser kiyimi bilan bir kichik avtomobil kerak ekan. Sizni iftor zambiriga etilib 10 minutdan keyin Nil daryosi ko'chasidagi qo'lvoqchilar klubining oldida jiz tarafda saqlasin deydi. Bularni ata yoki uyg'unlikka tayyorlab berdikansiz. Kechiksa bo'lmaydi ekan. Fethi beshini tuvan silib o'yga patdi. Naval bo'lsa, yigitdan ko'zini uzmay, o'zi bergan imtihonning natijasini kutdi. U bu natijani Ibrohimga doklad qilatdi. Bir chaqda Fethi beshini ko'tirdi. Uning chiroyidan jiddiylik, astoydillik chiqib turadi. "Ofitser kiyimini men bugun oqshomda topalayman. Agar siz aytadigan bo'lsangiz, atdeganda bersam bo'ldi." Naval uni boshqa ishlarning natijasini aytishga aldiratgandek. "Soat natijada", dedi. "Qolgan vaqtingiz keling, bo'pti. Soat 12 da bo'lsin." "Qayerda? Yenmeshay kelamdimi?" "Yo'q, yaxshisi uyga kelmang. Dadam erta sirtqa chiqmaydi. Siz cho'ng ko'vrik maydonidagi tamaka do'konining yonida saqlab turing. Men sizni tepib kiyimni beraman. Agar 12 da bora olmasam, siz soat 3 da meshayga keling. Chunki menimi birari nazorat qilayotgan bo'lishi mumkin." Vazifa borgancha murakkablashib ketyotdi. "Men bir kunda 2 qitim sirtqa chiqamdiman? Unda qilsam bo'lmas", dedi Naval. Fethi uning nima demoqchi bo'lganligini tushunmay taajjublanib so'radi. "Nemishqa bo'lmaydi?" Naval opam chiqarmaydi demoqchi bo'ldi-yu, Fethiga bundoq deyishning hojati yo'qligini sezib. "Demoqchimanki, muhimi mashinani qanday qilamiz?" dedi. "Mashinani uyg'unlik topaman, baldur bo'lsa bo'lmaydi." Naval xo'shlashmoqchi bo'lib, "Rahmat", dedi. Yigit Navalning qo'lini tutib turib so'radi. "Siz Ibrohimning singlisimi yoki tuqqunimi?" "Hech nimasi emas, faqat tunishi", dedi Naval pissinga tukilib. Naval eshikka qarab ketib, Fethining singlisining zangliq aralash nazari bilan o'ziga qarab turganligini ko'rdi. U qiz Navalga: "Universitetda o'qigan qizlar talaylik bo'ladi ekan. Ammo bu xini bekla mutassib ekan-ku", dedi. Naval javob qilmadi. Ammo orqasiga burilib uni bir tastak solgandek chechini birla silkitdi-da chiqib ketdi. U uyiga dori akitayotgandek his qildi. Ko'ngli shirin tuyg'u va ishonchga to'ldi. Ammo Naval bu yo'lning qanday ekanligini bilib oldi. U keng ham dag'dam yo'l bo'lib, hech bir qo'rqinchlik emas ekan. Uningda yirtqich hayvonlar va qorong'ulik yo'q ekan. Bu udul Ibrohimning yiniga boradigan yo'l ekan. Navalning kallasiga Fethi Malijining chiroy shakli kirib, uning o'riq yuzi, bo'rtib chiqqan mangzi, uyquga qonmaganlikdan qizargan ko'zlari zodila ko'z oldidan ketmaydi. Uning singlisining obrazimi, ya'ni uning zangliq aralash beqishlari, chiroyli kiyimlari, yiliqi uymi uningga boshqacha ta'sir qilgan edi. Isil safolar, hal berilgan ustaldagi qadimgi zamon narsa keraklari bir xil yiqimliq, qimmatlik asmilardek, shundoqla tunji uchrashish qoldirgan xotirlardek uning ko'ngliga chin o'rnashib qoldi. Uning quloq tubida Fethi Malijining singlisining "Universitetda o'qigan qizlar talaylik bo'ladi ekan, ammo bu xini bekla mutassib ekan" degan gapi jaranglab turadi. Bu uning nima degani-di? Navalning kulgisi keldi. Fethining singlisi go'dak ekan, texi turmushning, muhabbatning nima ekanligini bilmaydi ekan. Uning gapi ichi torliqdan boshqa narsa emas.
Bu xuddi bir yigit bir qiz bilan ketib borsa, boshqalar ularga ishtorlik qilib, g'alati gaplarni qilgandek bir ish. U qiz Navalning akasining yonida emas, balki Ibrohimning yonida demisimu, Ibrohim uningdan ayrilmaydi. İbrahimning simosi uning ko'z oldidan levidan neri ketmaydi. Fatining singlisi mushlarni ko'rib kundashlik qilyotidi. Ammo u texi kichik. Texi rasidi bo'lmagan qiz ekan. Ammo Naval cho'ng, bo'yiga yetgan qiz. Turmushni, so'ygu muhabbatni obdan tushunadi. Naval uyiga xushal, ishonch bilan qaytib keldi. Muhit uning oyoq tevishini anglabla oldiga chiqdi va yiroqdala qo'l bilanlatdi. Andın uni qo'lidan tortib hujraga akirib pichirlab so'rdi. "Oңushliq bo'ldimi? Uning bilan ko'rishdingizmi?" Navalning miyiqida kulki jilva qilib edi, shu an butun uyga kulki yog'di. "Ha, uning bilan ko'rishdim", dedi Naval Ibrohimga qarab. Xushalliqdan Ibrohimning chiroyi nurlanib ketdi. U ko'zlari bilan Navalni quchoqladi va ixtiyorsiz tantana qilg'usi keldi. Navalning xabar ilib kelganligiga emas, uning muhimi sog'-salomat qaytib kelganligiga shotlanayotdi. Naval ketgandan beri Ibrohim uningdan ansirab, tashvish ichida qizni xiyoldan neri qilolmadi. U o'zini "Men Navaldan emas, planimdan biror chatoq chiqib qoldimikin" deb tashvishlanyapman. Uningdan emas, o'zimdan ansirayapman deb ishontirishga urindi. Gruppamdaki boshqa yo'ldoshlarni vazifa o'tashga avatgandimu, menda mushundaq tuyg'u bo'lgan-ku, deb o'zini oqladi. Ammo buningdan natija chiqmadi. U qalbida butunlay boshqacha bir xil hissiyot paydo bo'lganligini his qildi. Bu hissiyot bir butun kollektivga, butun Misrga emas, balki faqat birla kishiga markazlashgan edi. Uningga hamma odam shu birla odamga o'zgarib qolgandek, butun Misr mushu odam siyoqida gavdlanayotgandek bilindi. İbrahim o'zidagi bu xil hissiyotga, bu xil tashvishga xafa bo'ladi. Ammo bu tashvishlik hissiyotini har qancha qilibmi bosolmadi. Bir xil ansirash, andisha uni xeli taljiqtirib qo'ydi. Navalning ismini tovlug'usi keldi. Planini amalga oshirish uchun o'zini sulab qo'ygan shaklsiz to'siqlarni pachoqlab etib, Navalning kaynidan berib uni qaytirib kelgisi, uni yenidan ayrimay turg'izg'isi keldi. U bu xiyollarni kallasidan chiqarib etish uchun har qancha tirisimi bo'lmadi. İbrahim ana shundaq ziddiyatli xiyollardan Naval qaytib kelgandila xalos bo'ldi. İbrahim tunchi qitim Navalga butun diqqati bilan sap soldi. Ko'zini ap qochmadi, chunki buningga amalsiz edi. İbrahimning tabassumi bilan Navalning tabassumi birlashib ketdi. Qandaqdir bir elchi ulardagi tashnalikni bir-biriga yetkazib turayotgandek edi. Singlisi gap qilmag'achqa Muhit taqat qilib tura olmay, "U so'nga nim dedi? Tez demamsan?" dedi. Naval as hushini yo'qotgan holda javob berdi. "U menga hammani bijirman dedi." Muhitning ovozi İbrahimni esiga keltirdi. U ko'zini tasdiqda Navaldan yo'tkab, gangirgan holda so'radi. "Nima?" Naval o'z natijasini xushal bo'lib, "U kiyimni ata soat 12 da akildigan bo'ldi. Mashinani uyg'lik topidi ekan", dedi. "Kiyimni nega akiladi?" darhol so'radi Muhit. "Men Cho'nko'rik maydonidagi tamaka do'konining yonida saqlab turadigan bo'ldim. U shu yerga kelib kiyimni menga beradigan bo'ldi", dedi Naval. Muhit o'yini bishiq kiyib vaqirab ketdi. "Belli! Sana endi ular bilan cho'ng ko'chada ko'rishishlar qolgan edi." U ko'zoynini bisib qo'ydi. "Undaq gap yo'q! Bo'ldi bas! Kiyimni men akilaman." Naval yordam so'ragandek İbrahimga qaradi. Chunki akasi uning muhabbat xushalliqlaridan bahramon bo'lishni to'sib, g'alabasidan lazzatlanish huquqini tortolmoqchi bo'layotdi. İbrahim bir hazo undamay turib ketdi, chunki uningmi bishi qatqan. Ko'nglida bir narsa Navalning cho'ng ko'chada Fathi bilan ko'rishishga qarshi turayotdi. Shundaqla Navalning boshqa yigitlar bilan ko'rishishi o'ziga qilingan haqoratdek bilinmoqda edi.
U o'zini, shundaqla muhitni qoyil qilmoqchi bo'lgandek past ovozda. U kiyimni Navalga berib ketdi. U faqat 1 minutliqla ish, dedi. 1 minut, 2 minutlar bilan chattig'im yo'q. Qandoqli bo'lsin, men borman. Mening singlim cho'ng ko'chada yigitlar bilan ko'rishib yursa bo'lmaydi, dedi muhit. Naval g'aliba mevasini qo'g'damoqchi bo'lgandek xafa bo'lib. U seni tunimaydi. Tunimay turib kiyimni sana qandoq berdi, dedi. Muhit jim bo'lib qoldi. İbrahim, qani, bu gapga javob ber, degandek muhitga qaradi. Muhit uy ichida bir necha qadam mengib, xuddi javob topgandek birdilla singlisiga burildi va "Men sen bilan bilib boray, ikkimiz borayli", dedi. Agar Fethi Navalning yinda seni ko'rsa, seni ishpiyon yoki bo'lmasa, Naval meni ahmaq qipti deb o'ylab, Navalni tunimgan bo'lib olib ketib qilishi mumkin, dedi İbrahim ustozlarcha talaffuz bilan. Qandoqli bo'lsin, Naval yolg'iz borsa bo'lmaydi. Siz boshqa mol teping. Naval cho'ng ko'chada bir yigit bilan ko'rsa zodil bo'lmaydi, dedi Muhit yana ochiq bilan. Muhit, ishimiz bitayli deb qoldi. Kichkina ish bilan uni to'xtatib qo'ysak bo'lmaydi. Bu kichik ish emas. O'zingizning singlisi bo'lgan bo'lsa, mening singlim qilgan ishni hargiz qilg'izmagan bo'lardingiz, dedi Muhit İbrahimga g'azab bilan olib. İbrahimning dimi ichiga tushib ketdi. Gap qilmoqchi bo'lgandek og'zini ochdi-yu, hech narsa demadi. Yuzidagi go'shlar lepildab ketdi. U dardini ichiga yutdi. Naval İbrahimning azobini, dardini tushunib, aksiga achchiq bilan so'zlab ketdi. Muhit, sen nimalarni da'vatsan? Men Fattining uyiga bordim. U nihoyat adabli yigit ekan. Menga tikilib qarmadi. Meni uning singlisi kutib oldi. Umo tarbiya ko'rgan, men bilan tang dematlik qiz ekan. U mening aksining savog'dishi ishkanligimni anglab, nihoyat takkallub qilib ketdi. Sen nimadan qo'rqsan? Undaqda u nimishqa kiyimni sana o'z uyda berishni aytmadi. Muhit İbrahimga qarabmi qo'ymay so'radi. U dadisining bilib qilishni ansiraydi ekan. Muhitning bahona sabablari kor qilmadi. Oxir u yana bir bahona topmoqchi bo'lgandek. Yo'q gap. U dadisining bilib qolmasligi emas, balki mashinasini oldingda to'xtatib sana, "Qani chiqing, kiyimni billa berib akilayli", deyish uchun shundoq degan nima? Sen bundaq yigitlarni bilmaysan. Men ularni besh qo'ldek bilaman. Sarang bo'ldingmi, Muhit? Qandaqcha bu gaplar og'zingga patdi? Meni ahmaq yoki sarang ko'ryotamsan nima? Dedi Naval achchiqlab. Muhit, gapim quloq sol. Bundaq gaplarni qilma. Nima ish bo'lsa bo'lsin. Men hozirlik ketay, dedi İbrahim azoblangan holda. Navalning ko'zlari chaqchiyib, unsiz cho'qan ko'tardi. Muhit darhol pastgo'yga tushib gangirgan holda. "Nima deganingiz bu?" dedi. İbrahim o'rnidan turib tamkinlik bilan. Agar men hozir ketsam, ularning tutilish ehtimoli nihoyat cho'ng. Navoda mening planim bo'yicha ish qiladigan bo'lsak, ish ko'p osonga tushadi, dedi. "Yo'q, bo'lmaydi, siz ketmang", dedi Naval İbrahimga esildiganda qiyofatda. Ondan aksiga burilib past ovozda g'azab bilan to'ldi. "Muhit!" Muhit beshini sangilatdi. Ko'zoynakini tuzab qo'yib. "İbrahim, bu chora emas. Sizni ket demoqchi emasman. Siz mening va hammamizning ahvolini tushunishingiz kerak", dedi. İbrahim do'stini obdan tushungandek samimiy ohangda. "Men sizlarning ahvolinglarni tushunganligim uchunla ketay deyapman. Men bu uyga kirgandan tortibla bu haqda o'ylayapman", dedi. "Men Navaldan ansirayman. U bizning universitetdagi qizlarga o'xshamaydi. O'ttira maktabni tugatmasdilla dadam uni sirtqa chiqarmaydigan bo'lgan. Uningdan boshqa..." "Men bu Navaldan ansirayman",
dedi İbrahim do'stini ayıplagan tarzda. Naval İbrahimga qaradi. Onun ko'zlarida arıstaldılık aks etib, sal huduqishqa boshladi. Agar uningga rost xavf bor bo'ladigan bo'lsa, dedi İbrahim. Menmu uni borg'izmagan bo'latdim. Xotirjam bo'lg'in, Muhit. To'g'ri, mening ocha singillarim yo'q, lekin bu uyga kirgan kundan boshlabla sizlar bilan qarindosh bo'lishni orzu qilyapman. Shunday qilib, bu qatimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qatim o'qaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.